Teklemakkandan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anglatilayotgan Uncha programmasi. Assalamu alaykum. Hayot qadamlarini umid bilan besib, go'zal bir kunlik nishoniga otlangan aziz anglag'uvchilar. Assalomu alaykum. Hayotga tabassum aylagan qadrdonlar. Sizlar bilan birga bo'lishni har vaqt orzu qilgan riyosatchi do'stinglar Dinzod bek aziz bugunmi ham xizmatinglarda. Yangi bir kunda yangi ruh bilan didorlashdik. Men sirdishinglar Rana G'opur. Programmamizni yoqtirib anglayotgan bir necha davlatdagi yashangan anglag'uvchilarimizning bizga bo'lgan tilaklarini, programmamizni anglagandan keyingi xo'shalliqlarini topshirib ilib, haqiqatan mu qilgan ozgina ajrimizdan hordiq chiqqandek hissiyatda bo'ldik. Yaqin yurtlarda bizga ma'naviy jihatdan ham ota, ham ona bo'lib kelayotgan bir qator yurt cho'nglarimizning duosi, yardım bilan nurg'un vaqtlarda yargulak bo'ldik. Shu vajidan bugungi son programmamizning muqaddimasida barcha cho'nglarimizga salomatlik, xotirjamlik tilash bilan programmamizning mazmunlarini başlamoqchimiz. Har birimizni o'z farzandlaridek ko'rib, mehr muhabbat berib, o'z ota-onamizdek yot ziminlarda xo'shalliqlarimizga ham qiyinchiliklarimizda beshimizda turayotgan peshqadamlarimizga oliy ehtirom. Programmamizni anglagan mushu minutlaringizda ozg'ina vaqtingizni chiqarib turayotgan yurtingizga siz uchun yaxshilik qilgan shundoq peshqadamlar bo'lib qolsa, bir telefon qilib ahvolini so'rab qo'yasiz. Chunki shu bir qatorliq telefon urib, ularning ahvolini so'rashingiz balkim ularga nisbatan zo'r xo'shallik bo'lishi mumkin. Xo'sh, undaqda programmamizni ilgirgidekla o'z muxbirimiz Güzel Nurjirat tayyorlashidiki, Miras sahifasidan boshlamoqchimiz. Ajdodlar hikmati u mirasdir, miras. Gül xumar Uyg'urlar. Siz mayli Uyg'ur xalq naqsh qo'shoqlarini anglang yoki Uyg'urlarning ismlarini tekshiring, ularning mutlaq ko'p qismining gulga bog'langanligini his qilasiz. Gul Uyg'urlarning estetik qarashida xushallik va baxt saodatning va go'zallik nazokatning simvoli. Shu sababdan gul suyish va asrash ularning bir xil an'anaviy odatiga aylangan. Mayli shahar, mayli yezlarda bo'lsin, har qanday Uyg'ur oilalari o'ylisiga yoki beg'ining ko'rinarli bir yeriga gul teriydi. Ularning gul o'stirish usuli ikki xil bo'lib, biri tashtakda gul o'stirdi. Biri tashtak gul o'stirmagan oilalar Uyg'urlar orasida kam topiladi. Tashtakda o'stiradigan gullar 4 faslning hammasiga muvofiqlashgan bo'lib, qish-yoz degidek po'raklab ichilib, xushpuroq hidi bilan hammani o'ziga jalb qiladi. Yana biri gul etizlarda teriydi. Etiz gullari bahor bilan tang ho'ppida ichilib, kishilarning zavqini o'ziga tortadi. Etizda o'stiradigan gullar ichida qizil gul, har xil rangda ichilgan attir gullar ko'p salmoqni egallaydi. Uyg'urlar qizil gulni haqiqatan atvolaydi va ulug'laydi. Shuning uchun qizil gul degan narsa, behishdan chiqqan narsa degan naqsha Uyg'urlarning qalbida cho'nqur yiltiz tortgan. Uyg'urlarning turmush an'anasida maxsus gul o'stirishni kasb qilgan gulchilar bo'lgan. Qadimki xonlarning o'rdilariga mushundaq gulchilar taklif qilinib, ular gul o'stirish va gul dasti tizishga mas'ul bo'lgan. Gul Uyg'urlarning ko'ngil hamrohi bo'lg'ashqa, ularning an'anaviy odatida bir-biriga gul sovg'a qilish, o'zaro ko'ngil izhor qilishning bir xil vositasi qilingan. G'ayrib sanam dastonida g'ayribning ishqi piroqida dardga mubtalo bo'lib, samondek sarg'ayib kul bo'lgan sanamjon gulchi mo'may orqali g'ayrib yo'llagan bir dasti gulni purab, qaytadan o'shiga kelganligi va yor visoliga erishmakka ishonch bog'laganligidek misollar Uyg'urlarning odatida gulning qanchalik qimmatga ega ekanligini tushuntirib beradi. Uyg'urlar o'stiradigan gulning turlari nihoyat ko'p bo'lib, bu gul turlari qizilgul, attirgul, chimangul, sabdigul, tojgul, anargul, seriq zafar, seringul, tolgul, gulsuruq qatorliq nomlar bilan atiladi. Uyg'urlar o'zlarining gulxumar xalq ekanligini ismlarining oxiriga yoki beshiga gul nomini qo'shib, odam ismlari qatorida qo'llanish orqali ifodalagan. Bu hol ko'proq ayollarning ismida gavdalangan. Masalan, Uyg'urlar orasida Tojgul, Rayhongul, Oyimgul, Gulnisa,
Gülnaz, Mihrigül, Havvagül, Hamragül, Ayşemgül qatarlıq qismlar nəhayət köp uchraydı. Aytishlarga qaraganda Turpan, Qashqar qatarlıq rayonlarda 60%dan ko'proq ayolning ismlariga gül qo'shib atishidi. Hatto ba'zi ayollarning ismlariga gül qo'shiladi. Masalan, Saydigül, Abdigül deganga o'xshash. Gülga bo'lgan aqida Uyg'urlarning kashtichilik qo'l hunar san'atida to'liq namoyon bo'lgan. Uyg'ur kashtichilik san'atida har xil gül nusxalarini naqsh qilib o'yish asosli o'rinda turdi. Ular qo'l va bosh yog'liqning burjaklariga po'raklab ichilayotgan rangdor gul chechaklarning nusxalarini kashtilashdan boshqa, yana uy imoratlarining tomlari va to'riklariga, jovan, sanduq qatorliq uy jozilariga ko'rkam gul nusxalarini suzdi. Ular gül eng go'zal narsa. U bizga baxt va shod-xo'ramlik akilidi deb qaraydi. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Tarım g'unchilari. Qadrli anglag'uchilar, ona til masalasi uchun eng zo'r tirishchanlik ko'rsatish muhojiratdagi har birimizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va burchi. Bugun sam programmamizda o'z muxbirimiz Rizvangul Nurmuhammad va Rana G'upurning Norvegiya Oslo Umid ona til maktabi to'g'risidagi ziyorati diqqatinglarda bo'ldi. Norvegiya poytaxti Oslo shahridagi Umid Uyg'ur ona til maktabi aslidagi mavjud Oslo Uyg'ur ona til maktabi asosida 2019-yili 1-sentabr kuni Osloda qurilgan bo'lib, hozir 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan 35 o'quvchisi bor. Bu o'quvchilar yeshi, ona til hozirligi va o'rganish ehtiyojiga qarab yasli sinfi, savad chiqarish sinfi va til adabiyot sinfidan iborat 3 bosqichda tarbiyalandi. Maktab mas'uli Gulnar imomning aytishicha, bu maktab darsliklarini pedagogiklik, sistemalik tayyorlash bilan o'quvchilarning qiziqishiga, xosligiga hurmat qilishni birlashtirgan asosda erkin o'qitish metodini tanlagan. Darsxona o'qitishi bilan bolalar o'yinlari, san'at va tantarbiya faoliyatlarini mos qadamda uyushtirishni izchil davomlashtirib, o'quvchilarning yaxshi ko'rishiga erishib qolmasdan o'qitish unumidimi yaxshi natija qo'lga keltirgan. Maktab mas'uli Gulnar imom Norvegiya Umid ona til maktabining ahamiyati to'g'risida bunlarni bildirdi. O'quvchilar ona til maktablarida Uyg'ur tili, madaniyati, tarix, jug'rafiyasi, umuman aytganda Uyg'urlikni o'rganadi. Tangtish Uyg'ur bolalar bilan tanishib, do'stlashadi. Uyg'ur rishti shakllanadi va o'zi tava bo'lgan Uyg'ur millati haqida tushunchalarga ega bo'ladi. Maktabimiz mana bu jihatda muhim ahamiyatga ega va o'z rolini joriy qildirib kelmoqda. Bu jarayonda albatta ota-onalarning roli bakmo muhim. Shunga bu yerda ta'kidlaydiganim, yanala har bir oila ona til maktabi bilan tang qadamda tirishqandla ondan ko'zlagan unumni birlikda yarata olamiz. Assalomu alaykum, men Norvegiya Umid Uyg'ur ona til maktabining o'quvchisi Eltikan olim bo'laman. Men bu yil 11 yoshga kirdim. Men hozir sizlarga Abdurim O'tkanning Bahar chillayman degan she'rini o'qib beraman. Zerikat jonlar bu zimistondan, jonu jonimdan bahar chillayman. Tunlar ketsa ulg'an shardak, ah piyonimdan bahar chillayman. Na taqtim bor, na sabrim amdi. Qaynoq bir qozon yurkim amdi. Go'yo bir vulqon tilkim amdi. Shu vulqonimdan bahar chillayman. Ölümden artıq yığılıb oldurmaq, mirasmidi bu yaşlara quzmaq, hayınlar işi baş egib durmaq, pak vicdanımdan bahar chillayman. Şunu kuylayman zimistandımı, tilim zincirde bağlanğandımı, kökrekке neyze qadalğandımı, sık qinimdan bahar chillayman. Ümidim bugün hayaldan yüksek, ümit bağda attı köp çiçek, hayaldan artıq taşqın bu tilek, kürüşcan tağdan bahar chillayman. Bahar chillayman, bahar chillayman, halaq baxtiga bir yar tilayman. Arzuyum bahar, ümidim bahar, ondan özgege ko'ngil bilmayman. Bahar chillayman, bahar chillayman, halaq menga shuni kuylayman. Bu amma menga shuni o'rgatgan, ondan o'zgini nechun suyayman. Assalomu alaykum, men Mag'rur Mardan bo'laman. Men bu yil 5 yoshga keldim. Men hozir sizlarga bir she'r o'qib beraman. Apam menga nurchilik
Dadam manga nurchilik, apam bilan dadamga men hammadan xo'shbiroq. Apam meni suydi, dadam meni suydi. Ular meni yarqachon jondan aziz ko'rdi. Assalomu alaykum, men Marziya Mardan bo'lma. Men bu yil 7 yoshga kirdim. Men sizlarga hozir bir she'r o'qib beray. Suyumli ranglar. Yeşil renge men namroq, yurtim çimen emasmi? Çimen dippa bishimda apam tikkan emasmi? Qizil renge men namroq, qizil gullar xo'shbiroq. Oilamiz gul, uyimiz gul, gilamlar mo gul siyoq. Köpkük renge men namroq, köpkük dengiz yaltiroq, köpkük asman darmanga uçquchi bo'p kel patroq. Assalomu alaykum. Men Ayşe Hüseyin bo'lman. Men 5 yosh. Men ishki she'r o'qiyman. Boshda langrar. Bog'da gullar listildi, qizil kekishil. Seyra qardan aqsisi shunchalik kisil. Gül bağımın mihmini qo'ng'ir tiyinchoq. Qara taşның keyinde oynadı uzaq. İşkinci kuz fasli. İssiq yuyruq yaz gelib, zəb şirayırıq güz gəldi. Köngüllərini yayretib, külüb gəldi, uz gəldi. İllik quluğu şabalıq. Canğı rahat soğan kız. Qızıl qızğı çapsaylıq, yapraqlarını altın kız. Rahmat. Muhabbatdan o'zgiga yetmaydigan qisqagina hayotliq, harakat, tirishish va kurash demakdir. Biz uchun qimmatdir ma'nilik hayot. Bu qadamliq programımızda geologiya alimi doktor Yaponiya GSTV Göher İlmi Tədqiqat Mərkəzinin başlığı. Bütün dünyada faqat 1500 nəfər tədqiqatçı erişkən salahiyet, yani FGA, Angliya Göher Taş ilmi bahalash salohiyatiga erishgan 3 qitimli xalqarалық patentlik tədqiqat nəticəsi bilan dünya Göher Taş sahəsini zilzilga solgan faxrlik o'g'lonimiz Ahmedjon Abdurahimning hikoyasining davomi diqqətinizdə bo'ldi. Mening bilishimcha, sizning hayotingizda 3 davom bo'lib ekan, ya'ni 3 qitim zo'r qiyinchilik yo'liqib, uni zo'r natijalar bilan yengib ekansiz. Mana shu Japonning tigraat deganimizdek, amaliy natijangizni anglovchilarga anglatgan bor edi. Rahmat. Oldi bilan o'qish hayotini tugatib, Yaponiyaninki Göher tadqiqot jamiyatiga xizmatchi bo'lib kirdim. Shu yerda bo'libmi Göherdan tadqiqot xizmatga tushdim. Shu chog'da 2002-yili Afrikaninki Madagaskarda hal ranglik yaqut tepilgan gap. Bu hal ranglik yaqutni rangini texmo chiroyli qizitish uchun bu Taylanddagi qizituvchilar bu toshni ilib o'z oldiga qizitib buni bozorga solgan gap. Bu qizitgandan keyin bu hal ranglik yaqut apelsin ranglik bo'lib, bu nayt qimmatli yaqutdek bo'lib ko'rindi. Buni dunyoninki Göher bozorlariga silinib, hammadan yoqtirib oldi buni. Yaponlar uni Tayland ilib Yapon mamlakat kirgan chaqda bizningki Göher tadqiqot jamiyati kelib isbot qog'ozi og'al kelgan chaqda men birinchi bo'lib shuni dush kelganga. Bu yaqutninki Sri Lankaniki ismi Patparacha deb ism bo'ldi. Uyg'urcha tarjim qilsak Nilofer guli. Shu yaqutning rangi Nilofer o'xshag'ashqa tarix 3000 yildan tortib Nilofer Göheri deb atilib kelgan. Bu tabiiy bo'lsa intayin qimmatli Göher bo'ladi. Lekin buni Madagaskardagi hal ranglik Göherni bular qizitish jarayonida shu tabiiy Nilofer gulga o'xshash qizitayotgan gap. Buni qanday bo'lib ketdi deb men 2002-yili oliy maktab bitirib bo'liblar mush tadqiqotga tushgan gap. Shundan bilan tadqiqot qilish jarayonida mushu Göher jamiyatida ba asboblarni ishlatib tadqiqot qilsak, uning ichida bir narsa payqagan bo'lmadi. Lekin mikroskop orqali tekshirish jarayonida buni ichidagi moddalarningki odatga qizitish bilan o'xshamaganligini farqini uqqan edim. Cho'qim bir narsa qo'shqanmiki deb his tuyg'uda bo'lib, shundan bilan texmo oliy darajalik analiz usullarini izlab, shu yerda bo'libmi biz odatda turmushda masalan suvning ichida xatarlik ilmitlarmi bormi yoki zaharlik ilmitlar bormi, shuni analiz qilgan asbobni topdim. Bu asbobni nayti yapon puli desak 20 milliondan yuqori
intayin qimmat asob nihoyatda oz miqdorli ilmitlarni analiz qila oladigan asob bo'ladi. Lekin bu suyuqlikni analiz qiladigan asobda. Go'r degan qattiq modda. Buni kislotaga eritib, suyuq alat analiz qilmasak, analiz qilmaydigan gap. Shuning bilan men shu yerda lazer nuri tepib, mush asoblar birlashtirib, mush go'rning ichida shu butun ilmitlarni izlab chiqdim. Qaysi tabiiy ilmet, qaysi sirtdan qo'shgan ilmetligini shuni izlab chiqdim. Oxir kelgan chaqda nurg'ulgan tajriba, nurg'ulgan marketga go'rlarni analiz qilish jarayonida bu Taylandlik qiziquvchilar mushu qizitish jarayonida hal ranglik go'rning ichiga 4-ilmet, beryllium degan ilmetni sivatkashga bu rangi hal rangdan apelsin rang o'zgargan. Lekin bu 4-ilmet degan nihoyatda yenik ilmet ham oz miqdorlik bo'lg'achqa buni odatdagi asoblar analiz qilmaysiz. Shunga men bu qatim mushu asobni birlashtirish jarayonida mush qattiq moddani 40 mikronlik lazer nur orqali eritish jarayonida oz miqdorni ishlatibla butun javobni chiqargan. Shu yerda bu sirtdan qo'shilgan ilmetligini uqdi. 4-ilmet. Shuning bilan shu jarayonda marketga 2 tumandani isbot qog'oz chiqib bo'lgan gap. Bu yaqutning rangini tabiiy deb chiqarib bo'lgan gapda. Nurg'ulgan danglik magazinlarda mush isbot qog'ozi bilan xaridorga setildi. Lekin men bu asobni tadqiqot jarayonida mushuninki qizitish usulini isbotlaydigan his qilib, shuni bilan qaytadan tun marketlarga, butun magazindagi 2 tumandani shu yaqutni qaytadan yig'ib analiz qilsam 80% yaqut haqiqatan Taylandni qizitgan bo'ldi. Bu meningki tunji dush qilgan cho'ng tadqiqot bo'ladi. Mush orqali bu asobni dunyoda hozir hech kim qurashtirmagan asobni men birinchi bo'lib qurashtirib chiqqan. Shuning bilan bu qizitish usulini isbotlangandan keyin bu yangi asob orqali yana go'r tadqiqot nimalarni qila olamiz degan nishonda men o'ylaganim go'rlarningki kirib chiqqan o'rni davlati shuni isbotlash. Masalan, qizil yaqut deylik, bu Berimadan chiqadi, Sri Lankadan chiqadi, Afrikadan chiqadi, Amerikadan chiqadi. Shunga o'xshash qizil yaqut desakmi, nurg'ulgan davlat chiqqachqa, bularning farqlantirishi nihoyat tez. Shuning bilan bu qatim men o'zim ijod qilgan asob orqali butun ilmitlarni analiz qilib, har bir go'rningki o'ziga o'sgan muhit, sharoit o'xshamag'achqa, ichiga olgan yenik ilmet yoki oz miqdorli ilmitlarning farqi bo'lgan. Shu ilmitlarni analiz qilish jarayonida go'rlarningki kelib chiqqan o'rni topalaydigan holat keltirdim. Buni qizil yaqut, xotan qosh tishi yoki qattiq qosh tishi yoki boshqa go'rlarga ishlatgan gap. Shuning bilan nurg'ulgan go'rlarning kelib chiqish davlatlarini isbotlaydigan holat keldi. 3-qitimliq natijangiz dunyo go'har tadqiqot ilmini zilzilaga solgan ekan. Mushu hikoyalaringizni anglovchilar bilan birga anglasak bo'lamdi? Bo'ladi. Bu albatta bu tadqiqotninki davomlashtirishi bo'ladi. Bo'lib, 2008-yil kelgan chaqda xalqaro nihoyatda cho'ng faoliyat bo'ldi. Bu Beijing Olimpik bo'ldi. Beijing Olimpik jarayonida Jungoda nihoyatda bir danglik go'har setildi. Buning ismi quyosh tashi. Quyosh o'xshash qip-qizil tosh. Buningki mineral ismi uzun tosh deymiz. Chiroy qarasang nihoyatda qizil. Amerikaninki Oregon shtatidami mushu o'xshash quyosh tashi chiqadi. Shuning bilan bu olimpik jarayonida nurg'ulgan tosh mushu Jungodan chiqqan quyosh tashi, nurg'ulgan quyosh tashi setilib, Yaponga market kirgan gap. Shuning bilan buni olgan xaridorlar bizning jamiyat akilib, mushni isbotlab beringlar. Mushu olimpik tashi tabiiymi yoki sunniymi yoki rangi qizitganmi degan talabni kelgan gap. Shuning bilan buni men birinchi qitim ko'ribla, mineral o'zi tabiiyligini his qilib, lekin rangining tabiiy emasligini his qildim. Shuning bilan darhol shu xaridorni bu toshni nerda oldingiz deb so'radim. U odamning javobi bu olimpik, mush Beijingda setilgan olimpik tashi 2 Mongoldan chiqqan tosh deb dedi. Shuning bilan men darhol 2 Mongolga uchib berib, shu yerdagi qonni tekshirsam, u yerda hech qanday bir qizil rangli quyosh tashi yo'q ekan. Faqat sariq rangli uzun tosh bor ekan. Buni shu yerga qanchilar Xi'an bilan Tianjindagi go'r sodigaga avtib bergan. Bular Xi'andagi bir professor ijod qilgan qizitish formulasini setilib, mushu 2 Mongoldagi sariq uzun toshni qizitib, mushu qip-qizil quyosh tashini o'zgartgan gap. Bu Yapon market kirgandan keyin bizmo bu qanday ish bo'lib ketdi deb hayron qoldik. Tadqiqot qilish jarayonida 2 Mongolda bunda qizil quyosh tashi mavjud bo'lmaganligini his qildik. Andan keyin 2 Mongoldan qaytib kelib, Yaponiyada intayin cho'ng xalqaro go'r
yarmanka bo'ldi. Shu yerda bir qism Hong Konglik savdogarlar Tibetdan chiqqan quyosh teshi deb qip-qizil quyosh teshini sotganligini ko'rdim. Shuning bilan men darhol uning qiziqib, bu tosh rost Tibetdan kelganmi yoki ishki Mong'oldan kelganmi deb so'radim. Ularningki javobi 100% tabiiy Tibetdan kelgan dedi. Shuning bilan buningga ma'yiran qilib, unda men Tibetga boray. Sen mushu kanman ko'z qo'ygan deb, shuning bilan dunyoning 6 tadqiqotchini boshlab oldim 2008-yili. Dal olimpik tugan zamonla berib shu Tibetning qoniga borsak, haqiqatan tabiiy qizil quyosh teshi bor ekan. Shuning bilan his qilganim, ma Tibetdan chiqqan quyosh teshi tabiiy, ishkida Mong'ol chiqqan quyosh teshi bu qizitib o'zgartgan narsalarni his qildim. Shuning bilan qayt kelib bu tadqiqot natijalarini maqolalarni yozib, ilmiy maqola chiqarib, Angliyaningki dangliq mineral kasbning jurnal e'lon qilsam, buni ko'rgan amerikalik tadqiqotchilar, "Hey to'xta, sen xato javob chiqarding. Balkim Tibetningki quyosh teshimi yolg'on bo'lishi mumkin. Chunki sen ishki Mong'olniki teshini qiziqqan degan bilan, ma Tibetning teshini balkim o'xshash yerda qizitib, shu yerga kum qo'ygan bo'lishi mumkin" degan. Shu ko'z qarash bo'ldi. Hatto Amerikadagi go'ar savdogarlar meni sotlashimiz deb shu holatda torlarda hujum qildi. Gizlarga e'lon qildi. Men ularga pisand qilmay, fan texnika har zaman isbotlaymiz. Shuning bilan men shu tadqiqot davomlashtirish jarayonida ikkinchi maqola chiqardim. Andan keyin 2010-yili qaytadan 7 nafar tadqiqotchini bir atraf tuzab Tibetga ikkinchi qitimla boramiz. Shu yerda shu qonninki mavjudligini isbotlab, ham shu yerda tabiiy quyosh teshi chiqqanligini isbotlab, maqolani qaytadan yozib chiqdim. Shu maqolaning natijasi butun amerikaliklarni utib, butun sotni utib, dunyo bo'yicha eng oliy darajalik maqolaninki mukofotga erishdim. Bu natijalaringizni anglab pek hayajonlandim. Anglag'uvchilarimizmi men bilan o'rtaq hissiyatda deb o'ylayman. Undaqda shundoq katta sharaflarga erishishga turtkini bir so'zga yig'incha qilsangiz, u zodi nima? Tirishish, ishonch, qobiliyat yoki astoydillikmi? Birisi shu kasb bo'lgan joyillik bo'lish kerak. Joyillik orqali shu kasbni o'zingiz cho'qim voy yetkazak o'zingiz tirishib chiqsangiz, cho'qim sizga yo'l chiqadi. Amerika Go'har Tosh ilmiy jamiyati baholash mulozimatining Yaponiyadagi ish tadqiqot o'rnini mas'ul bo'lib qurib chiqib, Yaponiya davlatiga bir shon sharaf taqdim qilibsiz. Odam shuncha natijalar oldi o'z-o'zidan faxrlanish tuyg'usi bo'ldi albatta. Undaqda siz qiyinchiliklarni qanday hal qilsiz? Cho'qib yengib chiqish uchun tirishchanlik qilish kerak. O'zingizda kasbingizda to'liq o'rganib, shu kasbda dunyo bo'yicha oldinga sap tursangiz, andan keyin tadqiqot qilish jarayonida siz nurg'ulg'an masalani keng doirada o'ylaydigan bo'lasiz. Shu orqali sizga qanchalik qiyinchilik ish uchrasimi, har xil usullar orqali siz yengib chiqman degan niyat bo'ldi ekan sizda. Menmo shuning ichida nurg'ulg'an qiyinchilikni uchrab, bo'libmi Yapon jamiyatida odam munosabatmi bo'ladi yoki tadqiqot munosabatmi bo'ladi, ravon bo'lmaydi. Lekin uzil kesil tirishsangiz, sizga yo'l chiqadi. Sizni andimunda Yaponiyaning televiziya programmalarida ko'rib qolamiz. GSTV'dan iborat go'har va qimmatbaho qizilma boyliqlarning alohidaligi, kelib chiqishi, manbasi, shundaqla tipi va sifatini baholash va tunishtirish programmasini barliqqa keltiribsiz. Shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi qimmatbaho qizilma boyliqlarini tekshirib baholashga taklif qilindi ekansiz. O'tgan yilmi Sidney muzeyidagi 200 yildan buyon saqlanib kelayotgan go'harni tekshirib baholab berganingizni angladik. Shaxsan qiziqishim, dunyodagi eng qimmatli go'har qayerda saqlanadi? Yaponiyaniki dangliq televiziya stansiyasi TBSning taklifi bilan GSTV go'har setish televiziya kanali bor. Bular birlashib, mushu kishilarga go'harlar qaysi kanda bo'ladi, dunyoning qanday yeri chiqadi degan programmani ishlayli deb bir tadqiqotchi izlab ekan. Shuning bilan bular izlash jarayonida meningki maqolamni torlarda jiq ko'rgachga, mushu doktorni izlayli deb Ahmadjon doktorini tepib, shuning bilan bu programmani meni taklif qildi. Shuning bilan bu televiziya stansiyalarni men dunyoninki nurg'ulg'an kanlarga olib berib, bularninki dunyoninki bilyard kan bulamdi, qizil yaqut kan bulamdi yoki qaytish kan bulamdi. Shu kanlarning geologik tuzilishi bilan shu yerga chiqqan go'harlarni birdan-bir mushu ko'rgichlarga program qilib chiqdi. Bu uda 3 yil Yaponiyada qo'yildi. Shu jarayonda endi Avstraliyaninki muzey xonmi meningki tadqiqot natijamni ko'rib, meni Avstraliyaga yarim yil taklif qildi. Men Sidney muzey xonga berib, shular birlashib Avstraliyaniki butun go'har kanlarni tekshirib, nurg'ulg'an natijaga erishdik. 8 parcha maqolamni yozib, shularga bir go'har tadqiqot degan manda bo'ladi degan natijani ko'rsatib qaytib kelgan edim. Go'harninki eng qimmati shu vaqtda eng qimmatli tosh bo'lishi mumkin.
lekin yer shari ostida yana nurg'unlagan go'rlar bo'lishi mumkin. Hozir biz bayqamagan nurg'unli konlar bo'lishi mumkin. Har yili yangi kon, har yili yangi mineral, har yili yangi go'r tepilyotdi. Mushu fan texniki bag'ancha rivojlanish orqali, fan texnikani tekshirish orqali yangi go'rlarni tepmayapmiz. Masalan 1898-yili Janubiy Afrikadan chiqqan mushu mushtumto'tdek mushinchilik cho'ng olmos tepilgan gap. Shu chaqda bu dunyo bo'yicha eng qimmatli bilyard edi. Lekin buni 9 parchaga kesib, ham 96 parcha kichik bilyard kesib, bu Angliyaniki podshoh ordusi hozir. Ko'rgazma bo'lyapti. Onundan keyin asosda nurg'ulan Rossiyadami, Kanadadami bilyardlar tepilib, u yerda nurg'ulan cho'ng bilyardmi tepildi. Shunga men deyman, shu muhitda, shu vaqtda balkim bir qimmatli go'r bo'lishi mumkin. U mangu bo'lamaydi. Bizning yer shari bizga nisbatan nihoyat qimmatli bir planet. Bu planet ichida bizga qimmatli narsa texi bundan keyin texmi tepildi deb o'ylayman. Eng oxirgi savolim Ahmadjon aka, siz passivlik uchirgan vaqtingizda qanday usullar bilan aktiv holatga o'tasiz? Hammadan bir umrda hamma ishni o'tib mangilmaydi. Passiv holatim bo'lgan gap. Bu passiv holat degani, masalan, xizmat jihatda yoki sizga nisbatan qiyinchilik uchirgan yoki o'rganish jarayonida siz imtihon yaxshi bera olmay, o'zingizning kuchingiz yetmay bir passiv holat bo'lib qolasiz. Shu chog'larda meningki shaxsan o'qish jarayonida men cho'qim atrofdagi o'qish yaxshi bolalar bilan nihoyat nurg'ulg'an suhbatlarni olib boraman. Shularning o'rganish usuli, shularningki o'y fikrini o'rganaman. Xizmat chiqqandan keyin xizmat jihatda nurg'ulg'an mushkul ishlar bor. Mushkul ishlarni o'zim yolg'iz o'ylamasdan birinchi ayolimga deyman. Ayolim intayin adibiyatchi bo'lg'achqa meningki oddiy tabiiy so'zlarimni, tabiiy fanning so'zlarimni tushunib, ayolim buning nisbatan yangi fikr, yangi usullarni menga deb berdi. Shu gaplarni anglab qaytadan jonlanib, atsa yangi nishon, yangi fikr usul bilan shu qiyinchilik yangi men deb menga nisbatan bu passiv aktiv holatda bo'lgan gap. Intayin qimmatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Suhbatimizni yig'inchaqlasam, sizning hayotingiz millatimizdagi eng qimmatli go'har kabi hayot ekan deb ta'riflasam ortiq ketmaydi. Buningdan keyingi turmushingizga yanada nuronlik tilayman. Sizga rahmat. Bo'libmi radio anglag'uvchilar, sizlarga ko'p rahmat. Rivoyatni tug'ar rivoyat. Muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bar gulning uzlig'i, dil xonasida saqlanar abad. Adabiyot dunyosi. Ey ana til bizga sen qolgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhi zaminda iftixorlanğım kelar. Nima qiladi she'r yezi? Hayot o'zi she'r emasmi? Kelginida villada kulib, ketginiga xayr emasmi? Nima qiladi she'r yezib? Suygi o'zi shoir emasmi? Sadoqatda chin yurak bilan yashag'anlar tohir emasmi? Nima qiladi she'r yezib? O'qimasa bekor emasmi? Yashab o'tsa she'rdek umr, shu eng esil yodikor emasmi? Nima qiladi she'r yezib? Ming yozganmi ketgan emasmi? Selib bizni yo'llarga ravon, jahon shundoq o'tgan emasmi? Aziz anlıqçılar, vaqt münasibati bilan yanıla sizlar bilan xo'shlashishga majbur bo'lmoqdamiz. Sizlar qitimliq anglitishimizda yanama go'zal mazmunlar bilan diqqatinglarni bo'lg'usi. Mikrofon oldidan Dinzod Beg, Aziz. Sirdosh do'stinglar, Ra'no G'upur. Xayr do'stlar, ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Har bir kuningizga barakat, tininglarga salomatlik tilaymiz.